Assalomu alaykum akalar, hormaylar. Tinchmisizlar? Salomatmisizlar? Hop. Jo'jaxonamizga ham yetib keldik. Haqda jo'jaxonalar tinch deb. Hop, ertaga Gambura vaksinasini qilamiz bularga. Gambura vaksinasini 5 tomchidan og'izga tomizdiramiz. Qilish jarayonini ko'rsatamiz. Jo'jalar polni bo'lib oldik hozir. Bo'ldik, yana ichkaridan teshiklar bor ekan, o'tib ketishdi. Yana qizlarimiz kelganda albatta yana sanatib, yana bo'ldirib olamiz. Mana bu jo'jalarimizning holatlari yomon emas. Yaxshi. Qoniqarlik. Aloqaga chiqaverasizlar. Tuxum yo'nalishidagi Mo'min Sendi cho'jalarni sotuvga tayyorlaymiz. Uy sharoitida tayyorlab turgani ham bor, fabrikning sharoitida mana shu holatda ham tayyorlab turganlari bor. Manzilimiz Qo'qonda, vodiyda, dastavkalar bor, pullik, immuniy space mashinalar bor, toshiydigan. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Qaytaraman, 90lik 293 89 49. Ularga birinchi navbatda qorin-oriq berilgan, o'sha kelgandan keyin ikkinchi sutkadan keyin. Bundan keyin o'sha vitamin beryapmiz, Intravit A+. Qorin-oriq qozmaslikni ko'rsataman. Yangi kelgan cho'chaga qanaqangi qorin-oriq yaxshi effekt qilishini. Mana axlatlari yomon emas. Poliflox bersalaring natijasi yaxshi, rossiyskiy dori. Vitaminga kelsak, Intravit A+ beryapmiz. Gofralar ishlatib qo'ydik. Gradusini ham ko'rsataman. Graduslarimiz mana 25 gradus. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.